yo'lga kelgan kam sonli do'stim muxlislarni qo'llab-quvvatlashlarini so'ramoqda. Bu albatta libosini yechgan futbolchi, gol urgan futbolchi, to'g'ri qilib aytganda. Shahriyor Jabborov jamoasini 3 golga mualliflik qilyapti. Zarba bilasiz, mayli hakimning o'ziga havola deyish mumkin. Asosiysi darvoza to'ridan o'rin olyapti. Chiroyli gol deyishimiz mumkin. Birinchi gol ham anchagina chiroyli ko'rinish olgan. Hozir o'yin davomida bir borishimiz mumkin. Yoki hamyurtlarimizning ishtahasi ochilib, gollar shousini taqdim etib bersa ham ajab emas. Himoyachi xatoga yo'l qo'ydi, to'pni to'xtatayotgan pallada. Hujum yana davom etyapti. Hozir Shahriyor Jabborov to'pni raqibidan markaziy himoyachi bir ro'zi tutgan. Hozir birgina harakat bilan u raqibga to'pni yetkazib berdi. Ko'ramiz hujum qanday yakun topadi. Jarima maydoniga kirib keldi. Penalti bormi? Menimcha penalti bor deb ko'ringan edi, ammo hisobdan kelib chiqqan holda bosh hakam bu vaziyatga ortiqcha baho berib o'tishni lozim deb topadi. Darvozabon to'pni o'yindan chiqarib yuborib, keyinchalik egallab oldi. Hamyurtimiz maydonda yotganda Shamshod Boyqodirov, mana vaziyat hozir yana bizga takror namoyish etib berilyapti. 9 hamda 49 daqiqalarda darvozalar ishi hozirda tezkorlik davom etib berildi. Zarba beriladimi? Uzatmaydi. Bu pas edi. Ortda ko'proq fe'l ishlatish, raqibni aldashga kirishib ketish, xatoga yo'l qo'yishdan yakunlanyapti. Hatto mana xavfli vaziyat, zarba berilyapti va gol! Qadrli do'stlar, 61-daqiqada 18-raqamda harakat qilayotgan futbolchi Muhammad Karimov hisobni qisqartiryapti. Birinchi bo'limda aytib o'tgan edim, ortda himoyachilar, 3 ta himoyachi hozir Muhammad Karimovga qarshilik ko'rsata olmagan ekan. Mana ko'rdik. Ko'p ushlab qolish, fint qilish va hokazolarni baxtligini aytyapmiz, lekin bu ularning uslubi. Buni ularga tanqilab qo'ya olmaymiz. Muhammad Karimov yaxshiyamki so'nggi pallada kerakli xato baribir bo'ladi. Buni birinchidan ko'rgan edik. 28-raqamdagi futbolchi o'zi yo'l qo'ygan xatodan keyin chiday olmadi deyishimiz mumkin. Hozir aynan mashg'ulotlarda ishlangan kombinatsiya deylik. Kombinatsiya gol kelishga bir baxil. Yaxshiyamki uning yaqinida raqiblardan hech kim yo'q ekan. Aks holda anchagina muammo tug'dirishi mumkin edi. Muhammad Karimov mana shu chap qanotning anchagina yetakchisi bo'lib oldi. Qarshidagi raqiblarni ko'rdi deb aytyapti. Ochiq bo'lgan darvozaga. 36-daqiqada Muhammad Karimovning harakatlari bilan uning jamoadoshi hozir qulay vaziyatdan to'pni darvozaga soladi. Mana to'p hozir ustunga tegdi. Qarang, takroriy lavhada qo'yyapti ular ham. Ayrim jabhalarda ularning ishonchsizroq deb ko'ringan himoyasi yaxshi ham harakat qilishni uddalayapti. Zarba berishi mumkin, zarba berish pozitsiyasiga chiqib bordi darvozabon o'zi. Ularga yaqinlashishga hozir yaqinlashib boryapti daqiqalar. Vaqt o'tyapti. Yo'l qo'ydi, to'pni tepib yuborishdi. Diqqat qilamiz, uning sherigi hozir ofsaydga chiqib ketganda qoida buzildi.
kuchli zarbalari borligini ko'rganmiz, bilamiz. Mana zarba va qilayotganlar turli xil soha vakillari bo'lishi mumkin. Ammo mana shu video futbolga asos solgan, bu mana shu jamoani tashkil qilgan. Hozircha O'zbekistonda bitta deyishimiz mumkin. Bular uning o'sha Bunyodkordagi, Paxtakordagi jamoadoshlari. Ularning ham holatlari ko'ngildagidek kechmagan bo'lsa, chunki hisob qilamiz. Vaziyatni o'ylash uchun jamoada imkoniyat bor. Bu borada jamoa harakat qilyapti. O'z navbatida Ag'otis Boys jamoasi ham shunday urinishlarni amalga oshiryapti. Islomot jamoasi ammo darvoza ishg'ol etilmadi. Asosiysi jamoaning g'alabasi. Bu o'rtoqlik o'yini bo'lsa-da, baribir qanaqa uchrashuvda jamoa g'alaba qozonishni istaydi. Yaqindagi maydonga tushgan futbolchi burchakdan ham to'pni uzatmadi emas. Kombinatsiya bilan amalga oshirdi. Natijada darvoza yana bir bor ishg'ol etilyapti. Bu o'sha Ag'otis Boys jamoasining mashg'ulotlarda o'ylagan nima desa bo'ladi, qo'llanmasi deyishimiz mumkin. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi bo'limdagi mana shu burchakdan o'yinga kiritib berilgan ko'plab vaziyatlarda samara chiqmagan, faqatgina bittasida gol urilgan, yakunlanyapti. Mana golni qanday nishonlangan tomosha qilamiz. Bu nishonlashda qanday ma'noda ekanligi to'g'risida shaxsan mening xabarim yo'q. Balki o'yindan keyin o'zlari ijtimoiy tarmoqlar orqali golni bunday nishonlashdagi qanday ma'nolari borligini ma'lum qilib, izohlab o'tishsa ajab emas. Ijtimoiy tarmoqda 100 mingdan ortiq obunachilari bor. Albatta bu gollar nishonlanishiga qanday ma'no qadamlab uzoqlashtirishga urinib turdi. Ammo to'p hali ham Ag'otis Boys jamoasida, ular standart vaziyatda ishlamoqda. Shundoq jarima maydoni yonginasida. Bu esa yana bir vaziyat degani. Chuburni to'p qiladimi yoki yo'q? Penaltilar seriyasiga maydon markazida tigandek joylashib oldi. Hamyurtlarimiz qiziq. Hamyurtga xos futbolning jozibasi. Mana shunday kreativ fikrlar, kreativ yondashuvlar, mana bunday vaziyatlarga diqqat bilan tomosha qilamiz. Zarba! Hozir to'p futbolchiga, raqib futbolchiga tegib maydondan tark etdi. Aks holda darvoza to'ridan joy olish ham hech gap emas. Referi hozir soatga qarab qo'ydi. Mana diqqat bilan tomosha qilamiz. Shunday futbolchiga teggan. Uchtagini chalishga shaylanayapti. Ha, shunday ham bo'ldi. Uchrashuv bosh hakamining uchtagi yangradi. Ag'otis Boys jamoasi vakillarini 3-1 hisobda taslim etdi. Qadrli do'stlar, media futboldagi mana shunday ajoyib uchrashuvni siz shohidi bo'ldingiz. Mana shunday chiroyli shou tarz o'tkazilgan bellashuvni siz Sportsource saytining YouTube'dagi sahifasi orqali jonli efirda tomosha qildingiz.